Qushlar ko'chib yuradigan paytda ayrimlari butun yil davomida o'zlariga zarur bo'lgan barcha sharoitlarni bir xil muhitda topa oladi. Boshqa qushlar esa asosiy ehtiyojlarni qondirish va yana bir yil yashab qolish uchun minglab kilometr masofani bosib o'tishga majbur bo'ladi. Animal Waves qushlarning nima sababdan migratsiya qilishi haqida batafsil tushuntiradi va tabiatdagi eng mashhur ko'chib yuruvchi qushlar bilan tanishtiradi. Migratsiya nima? Hayvonlar migratsiyasi bu bir xil turga mansub individlarning ommaviy ravishda yangi yashash muhitiga ko'chib o'tish hodisasidir. Bu juda charchatadigan va ko'pincha xavf-xatarga to'la sayohatni o'z ichiga oladi. Ammo hayvonlar bunga majbur bo'ladi. Sababi bu jarayon hududni tark etishda undovchi vaqtinchalik biologik tormozlanish bilan bog'liq deb hisoblanadi. Migratsiya biologik soat, yorug'lik davomiyligi va harorat o'zgarishlari kabi omillar tomonidan boshqariladi. Migratsiya faqat qushlargagina xos emas. Planktonlar, ko'plab sutemizuvchilar, sudralib yuruvchilar, hasharotlar va baliqlar ham migratsiya qiladi. Biroq qushlarning ucha olish qobiliyati ularning migratsiyasini tabiatdagi eng epik hodisalardan biriga aylantiradi. Qushlar nima uchun migratsiya qiladi? Qushlar migratsiyasi bir nechta ekologik va biologik omillar bilan belgilanadigan nihoyatda qiziqarli hodisadir. Birinchisi, oziq-ovqat izlash. Qushlarning migratsiya qilishdagi asosiy sabab oziq-ovqat topishdir. Shimoliy yarim sharda qish faslida oziq-ovqat manbalari keskin kamayadi, chunki hasharotlarda diapauza holatiga kuzatiladi. O'simliklar tinim holatida bo'ladi va yer muzlaydi. Ochlikdan saqlanish uchun shimoliy yarim shardagi ko'plab qush turlari qishni janubiy hududlarda o'tkazadi. Ko'payish. Bahorda gullar ochila boshlaganda ko'chib yuruvchi qushlar ko'payish uchun yana shimoliy yarim sharga qaytadi. Ular yil bo'yi bu hududlarda qolishi mumkin bo'lsa-da, nega yana uzoq yo'l bosib qaytadi? Tabiatda buning o'ziga xos sababi bor. Bu hududlar nasl berish uchun qulayroq, uy qurish uchun joylar ko'p, yirtqichlar kamroq, kunduzgi vaqt uzoqroq bo'lib, jo'jalarni parvarish qilish osonlashadi. Ekstremal iqlim sharoitlaridan qochish. Hamma qushlar ham keskin harorat o'zgarishlariga moslasha olmaydi. Ayrimlari qishning qattiq sovug'iga chiday olmaydi, boshqalari esa yozning jazirama issig'idan qochadi. Endi qushlarning nima sababdan migratsiya qilishini bilib oldik. Keling, sayramizdagi eng ta'sirli va mashhur 5 qush migratsiyasi haqida gaplashamiz. Qaldirg'och. Qishloq qaldirg'ochi turli iqlim va balandlik hududlarida uchraydigan ko'chib yuruvchi qushdir. U Yevropa va Shimoliy Amerikada yashab, qishni Sahro kabining Janubiy Afrika, Janubiy G'arbiy Yevropa, Janubiy Osiyo va Janubiy Amerikada o'tkazadi. Xalqaro tabiatni muhofaza qilish ittifoqi ma'lumotlariga ko'ra, uning soni kamayib bormoqda, ammo u hali ham kam xavf ostida bo'lgan tur hisoblanadi. Bu qaldirg'och eng mashhur qaldirg'och turlaridan biridir. Ko'plab mamlakatlarda bu qushlar va ularning uyalari qonun bilan himoyalangan. Bu qaldirg'och bir yil davomida 7 milliongacha masofani botib o'ta oladi. Arktika turnasi eng uzoq migratsiya qiladigan qush. Arktika turnasi hisoblanadi. U 43 ming mildan ortiq masofani bosib o'tgan qayd etilgan. Bu qush shimoliy qutb hududlarida yoz faslida tuxum qo'yadi. Avgust oyining oxirlarida u janubiy qutb tomonga yo'l oladi va taxminan dekabr o'rtalarida u yerga yetib boradi. Bu qushning taxminiy vazni 100 gram bo'lib, qanot yoyishi 76-85 sm tashkil etadi. Tutunrang shearwater. Bu turga mansub qushlar Bering dengizidagi Alyout orollarida Yangi Zelandiyaga qadar bo'lgan migratsiya yo'lida taxminan 40 million mil masofani bosib o'tadi. Chiziqli dumli gadvitlar Alyaska va okean o'rtasida aql bovar qilmas migratsiya bilan mashhur. 2023-yilda ushbu turning bir vakili uzluksiz eng uzoq parvoz bo'yicha rekord o'rnatdi. Kanada g'ozi. Kanada g'ozlarining migratsiyasi butun dunyo miqyosida katta qiziqish uyg'otadi. Ularning uzoqda ham osongina tanib olish mumkin, chunki ular uzoq masofa davomida qushni tejash maqsadida V shaklida uchish usulidan foydalanadi.